Sizlar bilan Avrorbek bo'ldi. Men o'zimni ko'rsatib ketay. YouTube uchun hali ko'rmasdan narsa olgandan ko'ra, ko'rgandan yaxshiroq aloqaga chiqib qolasan, nomerimni qo'yib qo'yaman. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 8-yanvar Qashqadaryoga yuklayapmiz. Har xil assortiment konteynerda desadan 10 xilga yaqin chiqadigan assortimentlar yuklab beryapmiz sotuvchi do'konga. YouTube kanali uchun yangimiz, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab tursangiz, narx-navolarni yoritib boramiz hammasini. Konteynerda listlarini, keyin mol qo'ylarga o'xirlarni narx-navolarni yoritib, mana shunaqa 150 lik, 200 lik, 300 lik turma loy tayyorlash uchun karetalar. Instagramda o'z videolarimizni qo'yib boramiz. Unga endi qisqacha 1-2 minutlik video qo'yiladi. Montaj qilib, hali tezlatib, sekinlashtirib qo'yadi. Endi bunga YouTube'ga bafurja tushuntirish uchun shoshmasdan video qilish kerak ekan. Mana shunaqa to'la to'kis 0 dan 100 gacha tushuntirib videolar yuklab boramiz. Xudo xolasa. Bu yuklab turgan videolarimiz bu oyda Dehqonoboddan bo'lyapti. Vodiy. Mana shu terib qo'ygan poltaftalar konteynerdan chiqadigan DSP razmeri 1.16 ga, bo'yi 2.40 lik. Mash ko'rinib turganlari 10 ga 5, konteyner eshigidan chiqadigan profil, qalinligi ham 3 tena. Hozirgi kunda buni narxi 115 ming so'm. Konteynerda pastidan chiqadigan laga, o'sha qoli qotirilgan bo'ladi mana shunga. Bular hozir optimga 80 ming so'm narxi. Endi bu mana bizning tilda chana deyiladi. Mana shu ko'rinib turgani chana. Konteynerda o'sha ikkala yonidan chiqadi, bu taraf bilan bu tarafidan. Hozirgi kundagi narxi buni 520 ming so'm. Yonidagi 6 ga 6 profil, uzunligi 11.70. Chananing uzunligi ham 11.70 bo'ladi. Keyin imoratlar uchun mana shunaqa ustunga ishlatgan profili bor. Razmeri 10 ga 15. Bu tozalangan holati bitta konteynerdan bir donadan chiqadi. Buni narxi 250 ming so'm. Savol bo'lishi mumkin, qalinroq ham lis bormi desa, mana shu lisimizni bo'yi 3 metr, eniga 1 metr, qalinligi 4 lik. Buni narxi 550 ming so'm. Keyin bu seli konteyner bo'ladigan bo'lsa, konteynerni o'zini ko'rsatib ketay. Seli konteyner bo'ladigan bo'lsa, mana shu yonini yonlis deyiladi, shuni kvadrat. Yonlis kvadrati hozirgi kunda 95 ming so'm. Tom qismi, tepa qismi bo'ladigan bo'lsa, alhamdulillah. Mana ko'rishingiz mumkin, tom qismi bo'ladigan bo'lsa, tomi 100 mingdan 95 minggacha. Mana shunaqa konteyner materiallar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimizga bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Mabodo o'zimiz yetkazib bera olmaydigan bo'lsak, yon yerimizda ham shu ish bilan shug'ullanadiganlar juda ko'p. O'zimizdan bo'lmasa, sheriklardan olib bitirib beramiz, xudo xolasa. Avvalso'm bitta video qo'yibman. Sizlar bilan Avrorbek bo'ldi. Men o'zimni ko'rsatib ketay. YouTube uchun hali ko'rmasdan narsa olgandan ko'ra, ko'rgandan yaxshiroq aloqaga chiqib qolasan, nomerimni qo'yib qo'yaman.